Assalomu alaykum bog'bonlar markazi kanali kuzatuvchilar. Biz bugun mana Xiva shahri Ichanqal'ani tashqarisida 16 gektarlik maydonda mehmonxona joylashgan manzarali daraxtlarga ishlov berish uchun kelganmiz. Biz kelgan paytimizda bu taxminan 1 oy oldin boshlaganmiz bu ishni. Bizga bu kelgan paytimizda mana shu katalka daraxtlarimiz, boshqa manzarali daraxtlarimiz ham barglarini to'kib qurishni boshlagandi. Mana endi ko'rishingiz mumkin, yangitdan ishlov berganimizdan keyin yangitdan barg chiqazib, chiroyli holatga kelganini ko'rishingiz mumkin. Biz bulardan nimalardan foydalanamiz? Agar kimdadir uyida manzarali daraxti bo'lsa, bu uydan jo'natib qo'yishingiz mumkin. Bizga nimalar kerak buning uchun? O'simlik uchun asosan tuproq muhim, suv muhim, quyosh, ob-havo. Shu narsalar muhim hisoblanadi. Bundan tashqari, endi tuproq deganda tuproqda tarkibi muhim hisoblanadi. Tarkibida pH yuqori bo'lsa, mana Xorazm hududida pH yuqori bo'ladi, sho'rlangan tuproq hisoblanadi. Biz nima qildik? Endi biz o'simlikka o'shaning uchun yordam berishimiz kerak. Qo'shimcha ozuqalar, mikroelementlar, o'sha pHni tushirishga yordam beruvchi preparatlardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. O'simliklar rivojlanishda turishda o'simlik pH yuqori bo'lsa nima bo'ladi? Sho'r bo'lsa nima bo'ladi? O'simlik pH yuqori bo'lib, yer sho'r bo'ladigan bo'lsa, o'simlikda o'sha ildiz rivojlanishi, ozuqani o'zlashtirishi qiyinlashadi. O'shuning uchun biz birinchi navbatda ildiz tizimini rivojlanishi uchun Deep Root preparatidan foydalanganmiz, ildiz rivojlantirish uchun. Ikkinchisi tepa qismini rivojlantirish uchun Izabion preparatidan foydalanganmiz. Bu ishlatadigan mutaxassislar juda yaxshi biladi, yaxshi preparat. Bundan keyin biz bunga ishlov berganimizdan keyin bundan tashqari bu yoqda ko'rishingiz mumkin, salafanda turibdi. O'sha Yara firmasining mikroelementlaridan foydalanganmiz. O'sha yer sho'r bo'lganda, pH yuqori bo'lganda, o'sha mikroelementlarni ham o'zlashtirish qiyin bo'ladi. Hozir mana ko'rishingiz mumkin. O'sha barglar sarg'ayishni boshlagan, temir moddasi yetishmasligi alomat. O'sha temir moddasini o'zlashtirishga o'simlik qiynalyapti, yer sho'rga bo'lgani uchun. Bundan tashqari endi hozir issiq payti hammamiz bilamizki, o'sha o'rgimchakkana muammosi boshlanadi. Biz bunga nima yechim tavsiya qilamiz? Biz bunga abamektin tarkibida abamektin moddasi bor preparatlarni tavsiya qilamiz. Biz o'sha preparatlardan bittasi bu Vertibek hisoblanadi. O'shandan foydalanamiz. Bundan tashqari o'sha shira va arrakashlar, ya'ni qurtlar, har xil barglar, qurtlar uchun bunga bu liamdosexalatrin hamda imidacloprid tarkibida moddalar bor preparatlardan foydalanamiz. Bu mana Heben Effect 15 preparatidan foydalanyapmiz. Mevali va manzarali daraxtlarga ishlov berish, ya'ni agrotexnikasi, unga qarovlari, kesish, boshqa xizmat ko'rsatishlarni yo'lga qo'yganmiz. Agar mabodo sizga ham shunaqa xizmat ko'rsatishlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizga o'simligingizni bemalol ishonishingiz mumkin. Mana natijasini ko'rib turibsiz. Bundan tashqari boshqa joylarda qilgan xizmatlarimizni ham keyinchalik qo'yishga harakat qilamiz to'liqligicha. O'shanaqa muammosi bor, qanaqadir daraxt qurib qolayotgan muammosi bor tanishlaringizga bu videoni jo'natib qo'ying. Like bosib qo'llab-quvvatlashingizdan chiqmasin. Bizni kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat.